Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz tibbiy professionalizm va bariatrik operatsiyalar haqida bo'ladi. Semizlik ko'plab sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Bariatrik operatsiya esa bu muammolardan qutulishning eng samarali usulidir. Lekin tibbiyotda har bir jarayon uchun maxsus ko'rsatmalar bor. Ya'ni bariatrik operatsiya o'zi qachon qilinishi kerak, kimga qilinishi kerak va nimalarga e'tibor berilishi kerak. Kimlarga mumkin va kimlarga mumkin emasligini to'liq video davomida tushuntirib o'tamiz. Semizlik haqida gap ketganda biz bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu tana massa indeksidir. Tana massa indeksi bizning tanamizni bo'yimizga nisbatidir va u ushbu formula bilan topiladi. Bu formula bilan topilgan javob agar 22 dan to 26 gacha bo'ladigan bo'lsa, siz normal vaznga egasiz. Agar sizda 33 dan yuqori natija chiqayotgan bo'lsa, bu ancha og'ir vaznga ega ekanligingizdan dalolat beradi. Agar 33 dan yuqori, ya'ni 33 dan 36 natijasigacha chiqadigan bo'lsa, unda bariatrik operatsiya qilish uchun ko'rsatma hisoblanadi. Lekin hozirgi kunda ko'plab ayollarimiz ushbu natija chiqmayotgan bo'lsa ham bariatrik operatsiya orqali ozishga harakat qilmoqda va tibbiy professionalizm yetishmaydigan ba'zi bir doktorlar pul uchun ushbu operatsiyani bajaradi. Bu yerda men kimnidir yomonlamoqchi emasman yoki bu operatsiyani umuman yomonlash niyatim yo'q. Chunki bariatrik operatsiya bilan ko'plab insonlarning hayoti saqlab qolinadi yoki hayot tarzi yaxshilab beriladi. Umuman olganda liposaksiya va bariatrik operatsiya juda ham yaxshi operatsiya turi hisoblanadi. Lekin unga qarshi ko'rsatmalar hamisha mavjud. Undan tashqari ko'pchilik oddiy, ya'ni 130 kg holatida ham bariatrik operatsiyadan foydalanishni xohlab qoladi. Bu esa noto'g'ri. Faqatgina bariatrik operatsiya o'rta hisobda o'rta bo'yli insonning 160 kilodan yuqori bo'lgan holatlarida ko'rsatma hisoblanadi. Undan tashqari ikkinchi tipli diabet holatlarida ham eng yaxshi ko'rsatmalardan biridir. Chunki tanadagi yog' miqdorini kamaytirish bizni tanamizni metabolizmini yaxshilab beradi. Moddalarimiz shu yaxshilangandan keyin gormonal holat ham yaxshilanishi mumkin. Chunki ishtaha bu bizning tanamizdagi yog' miqdoriga bog'liq. Har qanday operatsiyada bo'lgani kabi bariatrik operatsiyada ham maxsus xavflar mavjud. Ya'ni bunda infeksiya xavfi, anesteziyadagi nojo'ya ta'sirlar va odamdagi stress. Eng muhim narsalardan biri bu anesteziya haqida gaplashamiz. Anesteziya insonga berilgandan keyin, ya'ni xalq tili bilan aytganda narkoz berilgandan keyin odamda ko'plab stress holatlari yuzaga kelishi mumkin va bu o'z asoratini beradi. Shuning uchun ham oddiy holatlarda bariatrik operatsiyani tavsiya qilinmaydi. Va undan tashqari ko'plab holatlar mavjudki, tanadagi yog' miqdori birdan kamayib qolganligi natijasida gormonal o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bu leptonlarning o'zgarishi bilan kechadi. Bariatrik operatsiyaning bir nechta usullari mavjud. Aynan bariatrik operatsiyada oshqozonning 80% qismi kesib tashlanadi va u ingichka ichakka ulab qo'yiladi. Ingichka ichakka ulab qo'yilishi natijasida oshqozon o'zining fermentativ xususiyatini nisbatan yo'qotadi. Lekin baribir oshqozon osti bezidan berilayotgan fermentlar to'g'ridan to'g'ri ichakka tushaveradi. Buning natijasida insonda ovqat hazm qilishi ancha susayadi. Bu bilan birgalikda biz kam ovqat yeyishni boshlaymiz. Shuning natijasida bizning tanamizda qayta yog' yig'ilish ehtimolligi ancha kamayadi. Lekin oshqozonning kesib tashlangan qismi tikilgan holatda bo'ladi. Bu esa unga ozgina ko'proq ovqat tushadigan bo'lsa, yorilib ketishi xavfini orttiradi. Va oshqozon yorilib ketishi natijasida esa peritoneit holati, ya'ni oshqozonning qorin bo'shlig'i ichiga infeksiyalar natijasida kuchli infeksion kasallik rivojlanishi mumkin. Bu esa aynan appendiks o'simtasi yorilib ketgandagi holat bilan bir xildir. Operatsiyadan keyin bemorning hayoti tubdan o'zgaradi. Nafaqat u endi ozg'in, balki uni ovqatlanish tartibi tubdan o'zgargan bo'ladi. Aynan u endi to'g'ridan to'g'ri hamma yeya oladigan ovqatlarni yeya olmaydi. Shunchaki oddiy go'shtni emas, maxsus go'shtdan qilingan proteinlarni yoki oddiy sutdan olingan proteinlarni iste'mol qilishiga to'g'ri keladi. Va buning natijasida unga tayyor bo'lmagan insonlarga ancha xavf tug'iladi. Lekin bunday holatlarda agar bariatrik operatsiyadan keyingi hayotni aniq bilmoqchi bo'lsangiz, ko'plab shu bariatrik operatsiyani o'tkazgan insonlar bilan suhbatlashing. Haqiqatdan ham bu yaxshi hayotmi yoki yo'q? Endi bariatrik operatsiyasi
o'tkazilmasa inson qanday qilib ozishi mumkin? Ozish haqida ko'plab videolarda gapirib o'tganmiz. Lekin operatsiyasiz ozish ancha to'g'ri yo'l hisoblanadi. Chunki operatsiya bilan ozilgan paytda bu davo chorasi simptomatik, ya'ni belgiga qarshi davo chorasi hisoblanadi. Asl muammo esa boshqa joyda bo'lishi mumkin va bunday holatlarda asl kasallik qolib, biz faqatgina belgi bilan kurashgan bo'lib qolamiz. Bariatrik operatsiya semizlikka qarshi kurashishning eng samarali usuli, lekin u jiddiy qaror va ko'plab majburiyatlarni talab qiladi. Aynan shu majburiyatlarga rozi bo'lsangizgina bariatrik operatsiyani o'tkazishga qaror qiling. Chunki bu qaror aynan sizni qanchalik darajada go'zal bo'lishingizni ta'minlaydi. Lekin unutmangki, bariatrik operatsiyadan keyin, ya'ni butun umr ozishni orzu qilayotgan inson uchun bu orzuga yetish. Lekin siz operatsiyani o'tkazganingizdan keyin o'sha narsa sizga qanchalik kerak ekanligini his qilasiz. Undan tashqari, operatsiyadan keyin sizda yangi hissiyotlar, yangi stresslar paydo bo'ladi. Chunki undan keyin ko'plab muammolarni topishni boshlaysiz va ideallikka intilish faqat borligini va ideallik yo'q ekanligini tushunib yetasiz. Sog'lig'ingiz eng katta boyligingizdir. Va albatta jiddiy qarorlar qabul qilayotganingizda aynan bariatrik operatsiya qiluvchi insonlardan emas, boshqa o'zingizni ishonadigan vrachlardan, ya'ni shifokorlardan maslahat oling. Bu operatsiyadan manfaatdor bo'lmagan inson berishi mumkin. Aynan sizning holatingizga to'g'ri keladigan operatsiya turini ham boshqa mutaxassisdan maslahat olgan holda qaror qabul qiling. Undan keyin esa to'g'ri mutaxassisni topishga intiling. Chunki hozirda shifokorlar olamida ham, tabobat olamida ham va juda ko'plab tibbiyot sohasida bu amaliyotni bajarishi imkoniyati bo'lgan insonlar sanoqli. Shuning uchun albatta yaxshi mutaxassis topishga intiling. Sof tibbiyot jamoasi sizning sog'lig'ingizni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Undan tashqari biz to'g'ri ma'lumotlarni sizga yetkazishni xohlaymiz. Bariatrik operatsiyadan keyin qanday ovqatlanish kerakligini bilishni istasangiz, aynan Instagram sahifamizga obuna bo'ling va u orqali shaxsiyga savol bering. Bunda sizga aynan bariatrik operatsiyadan keyin qanday ovqatlanish haqidagi qo'llanmani yuboramiz. Ushbu videoni ko'plab bariatrik operatsiya qilish niyatida bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Chunki ushbu videodan keyin ular ham to'g'ri qaror qabul qilishga qiynalishmasin. Zero kimgadir yaxshilik qilish uchun hozirgi paytda shunchaki bitta ma'lumotni unga jo'natib qo'yish kifoya. Va bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bizning kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Sof tibbiyot jamoasi bo'ldi.